Idishimizdagi bir tekis qilib yop olamiz. Ko'rinishidan xuddi shashka doskasini eslatib beradigan bu shirling tayyorlash juda ham oson ekan aslida. Tayyorlavaga ikki xil ko'rinishdagi xamirlarimizni xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib terib olib, bog'iga qo'ygan 4 dona tuxum oqidan tayyorlangan bezeni surib, qolgan xamirlarimizni ham sira shashka qilib terib chiqib olamiz. Duxovkada bezelari qotib chiqishi uchun 180 gradusda 50 minut davomida pishirib olamiz. Issiqqina kofeli bilan rasazor ketadigan bu pirog tayyorlash uchun 4 dona tuxum sarig'iga yarim stakan shakar, razrixitel solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Ustidan yumshoq bo'lib margarin solib uni ham aralashtirib olamiz. Ustidan un solib qo'lga yopishadigan yumshoq xamir qorib olib 3dan 1 qismini olib qo'yamiz. Qolgan qismiga yana un solib xamir qorishda davom etamiz. Plastilinga o'xshagan yumshoqqina xamir bo'lishi kerak. Qolgan olib qo'ygan 3dan 1 qismiga esa kakao solib uni ham xuddi shunaqa xamir qilib qorib olamiz. Xamirimizni 1 soatga tindirishga olib qo'yib, orada gardinka go'ylavasi orqali uyga kerakli narsalarni olib keltirib oldim. Agar siz hali ham bu ilovada foydalanib ko'rmagan bo'lsangiz, albatta foydalanib ko'rishingiz kerak. Birinchi uchta buyurtmangiz uchun umumiy 90 ming so'm skidka va bepul dastavkaga ega bo'lishingiz mumkin. Endi boyga 3 ga bo'lib qo'ygan xamirimizni bitta dona oq bo'lagini